Assalomu alaykum. Angren shahri, Angrenda yashovchilar sizlar uchun shundoqqina Angren shahar 4-qavatdan 503 dagi 4-qavatdan mana bunaqa studiya formatidagi bitta uy topib qo'ydik. Studiya formati bekorga bunaqa qilinmagan menimcha. Uy egalari ancha bir nima deydi, noodatiyroq fikrlaydigan insonlar bo'lsa kerak. Ko'rib turibsiz, bu yoqlarimizda ham devorlarimizni shundoq olib tashlab kattagina qilib turib studiya format qilib qo'yishgan. Toshkent shahrida bilasiz, hozirgi bir xonali kvartiralarimiz hammasi mana shunaqa studiya formatida bo'lyapti. Xo'p, narxini videoni boshida aytib o'tib ketaman. $26,200 narx so'rashyapti mana shu joyimiz uchun. 2 xonali kvartira, Angren shahar 5-3 dahasida 22-domning 4-qavatida joylashgan. Arenterga keladigan bo'lsak, ya'ni mo'ljal shundoqqina 5-3 metanni oldidagi domlarimizdan biri. Ko'rib turibsiz, bu yog'imizdan shunoqqina devor qismimiz mana tinchgina, yo'llarimiz asfaltdan qilib qo'yilgan ekan, mazza qilib kelib turib yashaydigan sharoitda. Kelasiz, yashaysiz aytgandek. Oynalarimiz akfadan qilingan. Mana bunaqa sharoitda mana ko'rib turibsiz. Bu yog'imizda o'sha shkaflarimiz qoladigan variantda. Ta'mirlarimiz o'rtacha. O'zingizga kelasiz, xohlasangiz mana shu ta'mirda yashasangiz ham bo'ladi, lekin bitta ta'mirini qilib olsangiz ham bo'ladigan sharoitda. Va to'g'riga o'tadigan bo'lsak, endi bu tomonlarimizda mana hojatxonalarimiz alohida qilib qo'yilgan. Svet, suv, gazlar hammasi bor deyishyapti uy egalari. Bu tomonimizda endi ko'rib turibsiz, nima deydi? Yuvinish xonamiz, rakvinalarimiz alohida qilingan. Va bu tomonimizga o'tadigan bo'lsak, xo'p, yotoqxonamiz. Mana shunaqa kattagina yotoqxonamiz kutib oladi. Ko'rib turganingizdek, bu narsalarimiz ham qoladi. Xo'p, endi bu tomonimizdan to'g'rimizda Liderland o'sha bilyard markazi bor. Teparog'imizda esa 5-3 metani. Keladigan odam mazza qilib turib o'ziga sharoitlarni qilib olsa bo'ladigan. Yotoqxonamiz ham ozroq ta'mirli joylari bor. Mana ko'rib turibsiz. Narxlar haqida to'liq tushuntirib o'tdim. 26,200 so'rashyapti. Mana bunaqa shkaflari bor. Buni ham xohlasangiz yig'ib olsangiz bo'ladi. Xo'p, o'sha bizda ekspertlarimiz bor. Ekspertlarimizdan bemalol o'z fikrlarini yozib ketishlarini so'rayman. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoling. Nima deysiz? 26,200 ga arziydimi yo'qmi? Men aytganimdek, neobichniyroq o'sha zal qismlarimiz biroz boshqacharoq turib ta'mir qilishgan. Mana bu joyimizda o'sha o'rtadagi devorlarni olib qo'yishgan. Bemalol kelib turib mana shu yerda yashasangiz bo'ladi. Xohlasangiz uyimizni bu yog'ini yopib turib o'zingiz uchun alohida xola qilib oling. Bo'lmasa mana shunaqa katta formatda qilib turib yashasa bo'ladigan sharoitda. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Aytganimdek, mana shunaqa 2 xonali kvartirani olmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, 5-3 dan ularga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.